Qoravoy! Shogird ustozdan o'tmasa, shogird emas. Ustoz qarshisida zo'r o'tib ketaman. Bu bola o'zi moyga tushib ketganmi, o'zi qorami? Ustoz, mashq qizman, sevgan qizim bo'lgan. Mana buni poyliga uchib ketganda, sevgimiz yaxshilik bilan tugamagan. Yaxshilik bilan tugamaganmi? Demak, filmning hali davomi bor. Qo'linglarni kessa ham qonun o'rniga moy chiqsa kerak. Xohlasangiz hojatga kirganda qoravoy choptirganda moy ham tushadi, ko'rasizmi? Hazilda moy almashtirib beringlar. Ustoz, buni hozir qanaqa yedirasiz? Qoravoy, hozir buni nomiga onlayn noqonuniy kredit olaman o'zim. Pulini o'zimiz ishlatamiz, o'zi to'lab yuradi qolganini. Okajon, bizda aksiya ketyapti. Bizani bazamizdan ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, keyin moy almashtirgan kelasiz. Tekin bo'ladi sizga. Nima qiling? Buni yo'li oson. Shunda mana shu kameraga qaraysiz, pasportingizni ushlab turib, men roziman dersiz bo'ldi. Bo'ldi. Men roziman. Ayyashi. Bu ana boyvachcha nomiga 100 million kredit oldik. Ustoz, shuni meni kartamga o'tkazib qo'ying, xavfsiz-da. Kartinit. Ha. Ovqatlanganda boramiz dedik-ku. Voy, boramiz. Hozir. Voy, so'm qolib ketibdi-yu. Va bularga ham hozir so'm berishim kerak. Alo. Baho. Pochga boring, shuni maydalab ketgan, oldaka tashlab yuboraman. Baho mana buni maydalab yubor. O'y, sen menga falshivga pul beryapsanmi? Hazil qilma, maydalab ber menga. Men senga hazilni ko'rsatib qo'yaman. Tergov bo'limidamiz. Mirzoqov noqonuniy kredit olishda gumonlanasiz. Dalil, isbot. Shogird hibsga ol. Mana emas uni. Qoravoy, nimaga sotding? O'zingiz boy aytdingiz, ustozidan o'tmagan shogird emas. O'zingiz ishlaringizni o'zingizga ishlatdim, qani? Bilib qo'y, hali filmning davomi bor. Men ana boyvachchadan 10 ming dollar uxlatdim. Men ustozimdan 100 million uxlatdim. Rejamiz amalga oshdi. Endi chet elga aylangani borarmiz, ha? Ha, suramiz. Qachongacha shogirdlar ikki keng oyoq bo'lib yuradi? Shogirdlar ham yashasin. Samolyotimiz uchiga hali 3 soat bor ekan-ku. Sen uxlab tur, yarim soat qolganda uyg'otaman. Mayli bo'lmasa uyg'otarsiz. To'xta, pulni tashlab ket. Mana bo'pti. Ustoz, chiqing. Qisqani, uxlatib qo'ydim. Samolyotimiz qachon uchadi? Samolyotimiz yarim soatdan keyin uchadi, lekin rejamiz zo'r o'xshadi, yaxshilik bilan tugadi. Agar yaxshilik bilan tugagan bo'lsa, demak film tugabdi.